Assalomu alaykum. Men ismim Farhod. Hozir sizlarga bitta kimyoviy masalani 5 xil usulda yechish mumkinligi haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Marhamat, tomosha qiling. Quyidagi masalani 5 xil usulda yechish mumkin ekan. Masala sharti: vodorodga nisbatan zichligi 35 ga teng bo'lgan oltin gugurt toroksid va oltin gugurt olti oksid gazlari aralashmasining umumiy hajmi 8 litr bo'lsa, har bir gazning alohida hajmini toping. Yechishning birinchi usuli. Bu yerda bizga vodorodga nisbatan zichligi 35 ga tengligini berib qo'ygan. Bu orqali mana shu ikkita gazni o'rtacha molekulyar massasini topishimiz mumkin. Mana bu quyidagi formula bo'yicha. O'rtacha molekulyar massani topish uchun vodorodga nisbatan zichlikni vodorodni molekulyar massasiga ko'paytirishimiz kerak. Bizda vodorodga nisbatan zichlik 35 ga teng, vodorodning molekulyar massasi sizga ma'lum 2 ga teng. 35 ni 2 ga ko'paytirsak 70. Demak, mana shu ikki gazni o'rtacha molekulyar massasi 70 gram mol ekan. Yana bir formula bor. Gazlar aralashmasini o'rtacha molekulyar massasini hisoblash formulasi. Bizda ikkita gaz bo'lgani uchun bu yerda ikkita M1 V1, M2 V2 birliklar keltirilgan. Agar 3-chi, 4-chi gazlar bo'lganda yana bu yerga qo'shilgan M3, V3 va hokazo ketardi. Mana shu formulada har bir qiymatni o'zini qo'yib chiqamiz. O'rtacha molekulyar massa bu yerda topib oldik, 70 gram mol edi. M1 bu yerda oltin gugurt toroksidni birinchi gaz deb olamizda, uni molekulyar massasi M1 bo'ladi va uni hajmi V1 bo'ladi. M2 oltin gugurt olti oksidni molekulyar massasi bo'ladi, V2 oltin gugurt olti oksidni hajmi bo'ladi. Belgilashga kiritib olamiz. Bu yerda summa V degani hajmlar yig'indisi, ya'ni u birinchi gazning hajmi bilan ikkinchi gazning hajmini yig'indisiga teng. Bizda 8 litr masala shartida berib qo'ygan. Bu yerdan V1 ni, ya'ni birinchi gazimizning hajmini x litr deb olamiz, noma'lum hozircha bizga, va ikkinchi gazimizning hajmini 8 minus x litr deb olamiz. Chunki umumiy hajm 8 litr. Shu yerdan birini x deb olsak, qolgani o'sha umumiy hajmdan x ni ayirganimiz ikkinchi gazning hajmi bo'ladi. Mana bu formulaga qo'yishni boshlaymiz. O'rtacha molekulyar massamiz 70. Bu yerda M1 64. M1 boya aytgan edik, oltin gugurt toroksidning molekulyar massasi 64 ga teng. Ko'paytiramiz V1 ga. V1 x deb belgiladik. Demak, x ga ko'paytiramiz. Qo'shamiz M2 oltin gugurt olti oksidning molekulyar massasi 80. Uni ko'paytiramiz V2 ga. V2 mana 8 minus x ga teng. Buni qavsda yozib olamiz. Matematika amallarida sizga ma'lum bo'lsa kerak, nima uchun qavsda yozganimiz. Bo'lamiz umumiy hajm summa V bu 8 litr. Ushbu tenglamani asosiy tenglamamiz etsak, bu yerda x ni topsak, bizda x V1, ya'ni oltin gugurt toroksidning hajmini topgan bo'lar ekanmiz. Hisoblaymiz. 70 ni 8 ga ko'paytiramiz. 560 barobar mana bu 64x o'z o'rnida qoldi. Qo'shamiz. 80 ni qavs ochaveramiz. 80 ni 8 ga ko'paytiramiz. 640. 80x ga ko'paytiramiz. 80x. Bu yerda x lar bir tarafga, aniq sonlar bir tarafga o'tkazamiz. 80x dan 64x ni ayirsak 16x qoladi. Bu yerda minus ishora, tengni bu yoqqa o'tkazamiz plus qilib 16x. Bu yoqda 640 dan 560 ni ayirib yuboramiz 80. Endi x ni topish uchun 80 ni 16 ga bo'lamiz. Sababi 16 bu yoqda x ga ko'paytirilgan holda turibdi. Tenglikni bu yoqqa o'tganda bo'lingan bo'ladi. 80 bo'lib 16 teng x 5. X'imiz oltin gugurt toroksidning hajmi edi. Demak, u 5 litrga teng. Oltin gugurt olti oksidning hajmi o'z-o'zidan 8 dan 5 ni ayirib qo'yamiz 3 litr. Javobimiz 8 litr aralashmada 5 litr oltin gugurt toroksid, 3 litr oltin gugurt olti oksid ekan. Bu birinchi usulimiz edi. Ikkinchi usul. Masala sharti o'sha. Xuddi yuqoridagidek, birinchi usuldagidek o'rtacha molekulyar massani hisoblab olamiz. Bu bizda 70 gram molga teng edi. Oltin gugurt toroksidning molekulyar massasi 64, oltin gugurt olti oksidniki esa 80 gram mol. Bu yerga yozib oldik 64, 80. O'rtachasi 70 gram mol.
Bu diagonal usuli deyiladi. Kimlardir qaychi usuli deydi. Xo'p, qanday yechiladi bu usulda? Katta qiymatdan kichkinasini ayirib qo'yamiz. 70 dan 64 ni ayiramiz. Diagonal tarzda ayiramiz. 80 dan 70 ni ayiramiz. Demak, 70 dan 64 ni ayirsak 6, 80 dan 70 ni ayirsak 10. Bu yerda biz molekulyar massalar aralashtirayotganimiz uchun aralashtirganda bu yerda javob grammda chiqadi. Agar molyar hajmlar aralashtirganimizda litrda chiqardi. Demak, ikkita gazni aralashtirdik. 10 gram, 6 gramdan ikkalasini yig'indisi 16 gram gaz olindi. 16 gram umumiy gazni, ikkala gazni aralashmasida o'sha 8 litr ekan. Xo'p, mana shu 16 gramni 10 grammi oltin gurt to'rog'iydi. 16 gramni 6 grammi oltin gurt olti oksidi. Umumiy hajm 8 litr. Mana bu yerda endi proporsiya qilib har bir gazning hajmini topib olamiz. 16 gram 8 litr bo'lsa, 10 gram x litr. 16 gram 8 litr bo'lsa, 6 gram y litr. X ni hisoblash uchun 10 ni 8 ga ko'paytiramiz va 16 ga bo'lamiz. X ni topish uchun bizda X oltin gurt to'r oksidini hajmi. Demak, bu 5 litr chiqar ekan. Y ni topish uchun 6 ni 8 ga ko'paytiramiz va 16 ga bo'lamiz. Oddiy proporsiya usuli. Y 3 litr chiqadi. Xuddi birinchi usuldagidek javobimiz 5 ga 3 litr. Uchinchi usul. Masala sharti har doimgidek. Bitta masalani ko'ryapmiz. Uchinchi usulda 64x qo'shilgan 80y barobar 70. Bu yerda biz 70 ni o'rtacha massa deb oldik. Endi x, y deb birinchi va ikkinchi gazlarni mol miqdorlarini oldik. Ya'ni quyidagi formula bor. Modda miqdorini molekulyar massaga ko'paytmasi bizga massani beradi. Ya'ni bu yerda birinchi gazni massasi va ikkinchi gazni massasi ikkalasini qo'shib o'rtacha massani olyapmiz. Shunday qonun, shunday bir qoida qo'llaymiz. Mana shu 3 ta son ichida eng kichigi 64 ekan. Hammasidan bir xil son 64 ni ayirib tashlaymiz. 64 dan 64x ni ayiramiz 0, 80y dan 64y ni ayiramiz 16y, 70 dan 64 ni ayiramiz 6. Hammasidan 64 ni ayirdik. 0 ni hisobga olmaymiz. U yo'q son. Va bu yerda qoldi 16y barobar 6. Y ni topish uchun 6 ni 16 ga bo'lamiz. Javob 0.375 mol. Chunki biz x, y ni mol miqdorini olgan edik. Umumiy mol yig'indisi 1 mol bo'ladi. Shundan 0.375 mol bu y bizda molekulyar massasi 80 bo'lgan oltin gurt olti oksid edi. Xuddi shunday mol miqdorini umumiy hajmi ko'paytmasi o'sha aynan gazni hajmini beradi. 8 litr umumiy hajm bo'lsa, o'sha 0.375 molni ko'paytirsak 3 litr bu oltin gurt olti oksidni hajmi. Oltin gurt to'r oksidini hajmini topish uchun 8 dan 3 ni ayiramiz. Chunki umumiy hajm 8 edi. 3 litr oltin gurt olti oksid tegishli bo'lsa, qolgan 5 litr oltin gurt to'r oksidini hajmi ekan. Yoki bunday umumiy hajmga molni ko'paytirmasdan proporsiya qilish mumkin. 1 mol gaz 8 litr edi. 0.375 mol x litr. Bunda javob x 3 litr chiqadi. Bu 0.375 mol miqdorini egallagan oltin gurt olti oksidni hajmi. Bunda ham javob 5 ga 3 litr chiqdi. To'rtinchi usul. 22,4 litr aralashma 70 grammni egallaydi deb gaz qonuniga qo'lladik. 8 litr aralashma esa x gram. Bu yerda aralashma 25 gram ekan. Umumiy massa birinchi gazni massasi bilan ikkinchi gazni massasining yig'indisidan iborat 25 gramga teng. Umumiy hajm esa birinchi va ikkinchi gazlar hajmlari yig'indisi 8 litr. Birinchi gazni
hajmini x litr deb olamiz. Ikkinchi gazini 8 minus x litr deb olamiz. Bizda mana bunday formula bor. Massani topish uchun molekulyar massani ayni gazni hajmini molyar hajmga nisbatiga ko'paytmasiga teng. Mana bu yerda umumiy massani qo'yamiz 25 gram va M1 va M2 holda qo'llaymiz. Birinchi gazga va ikkinchi gazga nisbatan. Xo'p, birinchi gazimiz oltin gul oksid, uni molekulyar massasi 64. Ko'paytiramiz va bu yerda x deb oldik. V1 ni oltin gul oksid hajmini x bo'lingan molyar hajm 22 qo'shamiz. Chunki mana bu yerda umumiy massani topish uchun M1 qo'shib M2 bo'lishi kerak edi. Biz hozir M1 ni qo'yib chiqdik. M1 mana bu yerda 64 ko'paytirib x bo'lingan 22. M2 esa xuddi mana bu yerdagi qorinni oltin gul oksidga nisbatan qo'llaymiz. Bu yerda molekulyar massasi 80 ko'paytiramiz. Hajmi mana 8 minus x litr bo'lamiz. Molyar hajm 22 litr. Ushbu tenglamani yechib chiqamiz. 25 barobar 64x ni 22 ga bo'ldik. 2,86x qo'shamiz. 80 ni 8 ga ko'paytiramiz. 22 ga bo'lamiz. 28 6 minus 80 x ga ko'paytirib 22 ga bo'lamiz. 3,6x. X lar bir tomonga, aniq sonlar bir tomonga. 0,74x barobar 3,6 qoldi. X ni topish uchun 3,6 ni 0,74 ga bo'lamiz. 5. X bizda oltin gul oksidning hajmi edi. Demak, u 5 litr chiqdi. Oltin gul oksidning hajmini topish uchun 8 dan 5 ni ayiramiz. 3 litr. Javob xuddi yuqorida usuldagidek. So'nggi 5-usul. X mol oltin gul oksiddan Y mol oltin gul oksid yig'indisi 1 mol deb olamiz. 64x qo'shilgan 80 barobar 70. Ya'ni ularning massalarini yig'indisi 70. Bu yerda birinchi tenglamamizdan y ni topib yuboramiz. Y barobar bo'ladi 1 minus x. 1 minus x. Endi mana shu y ni qiymatini, ya'ni 1 minus x ni ikkinchi tenglamadagi y ni o'rniga qo'yamiz. 64x o'z o'rnida qoldi. Qo'shamiz 80 ko'paytirilgan y ni o'rniga 1 minus x barobar 70. Qavsni ochib yuboramiz. 64x qo'shilgan 80 minus 80x barobar 70. Aniq sonlar bir tarafga, nominallar bir tarafga. 16x barobar 10. Ya'ni 80 dan 64 ni ayirdik, 16x qoldi. 80 dan 70 ni ayirdik, 10 qoldi. X ni topish uchun 10 dan 16 ga bo'lamiz. 0,625 mol. Chunki x, y-larni biz mol miqdorida olgan edik. Umumiy hajmga mol miqdorini ko'paytiramiz. 0,625 molni 8 litrga ko'paytirsak 5 litr. Ana buni oltin gul oksidning hajmi kelib chiqdi. Oltin gul oksidning hajmini topish uchun 8 dan 5 ni ayirdik, 3 litr. Javob 5 litr oltin gul oksid va 3 litr oltin gul oksid. Mana 5 xil usulda bitta kimyo masalani yechib chiqdik. Ishonamanki yana 6, 7 va hattoki 10 tadan ko'p usullari bordir bu yechishni. Agar siz bilsangiz, shu yuqorida ko'rsatib o'tganimdek 5 ta usuldan boshqa usul yechishni bilsangiz, Kimyogar.ru saytiga kirib, aloqa bo'limida masalan yechish usulini qoldiring va men sizning muallifligingiz ostida video dars sifatida tayyorlab Kimyogar.ru saytiga joylab qo'yaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Kimyogar.ru sayti muallifi Rahimqulov Farhod bo'ldi. Keyingi video darslarda ko'rishguncha xayr.